Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 10-oyning 3-kuni. Hammamiz tunugundan buyon Amerikaning prezidenti Trump efendimning Xitoy virusidan yuqumlanganligini anglab, ko'nglimiz yerim bo'lib turgan. Bugungi xabarga qaraganda, kishilarni biroz xo'sh qilgidek xabarlar tarqalyotdi. Bugun prezident Trump efendimning salomatligiga mas'ul bo'lgan doktorlar qo'shini Walter Reed Davlat harbiy doktorxonasi oldida axborot e'lon qilish yig'ini ichib, prezident Trump efendimning salomat ahvolini tushuntirib, prezident Trump efendimning salomatligi yaxshi taraf qarab taraqqiy qilyotdi debdi. Doktorlarning davolash ishlari yaxshi unum ko'rsatibdi. Prezident Trump efendim 24 soatdan buyon temperaturasi o'rlab qiziydigan, nafas olishda bearam bo'ladigan ahvollar ko'rilmabdi. Hatto yengil deb yutilib qo'yadigan ishlarmi to'xtashga boshlabdi. Prezident Trump efendim o'zimi shu doktorxonada xotirjam u yoq bu yoqqa mengib harakat qilsimi bo'ladi ekan. Lekin prezident Trump efendim o'zining sog'lom, ko'tarangi ruhda turayotganligini his qilib, men bugun doktorxonadan chiqib ketsam bo'ladi. Ko'rdingmi, ammo bilaklarimdagi kuchni degash, bilikini mundaq yig'ib turib, bilikining muskullarini doktorlarga ko'rsatib qo'yibdi. Ham doktorlarni qo'rqitib, men hozir taloq chiqib futbol tepsammi bo'ladi deb chaqchaq qilib qo'yibdi. Doktorlarmi prezident Trump efendimning gapi qo'shilmay, prezident Trump efendim oz deganda mushu doktorxonada 5 kundan 7 kuni qadar salomatligini kuzatish bosqichlarini ib ekan. Prezident Trumpning hozirgi salomat ahvoli qaraganda, o'pkini sun'iy mashinada nafaslantirish ishlarini qilishning hojati yo'q ekan. Prezident Trump efendimning nafas olish yo'llari ve ichki organizmlarimi nihoyat yaxshi ham sog'lom ekan. Endi bu virus sababidan prezident Trump efendimi o'zi Xitoyning virusiniki ne kadar xatarligini ve ne kadar vahshiy ekanligini his qilib yetibdi. Kuzatuvchilarning qarashicha, prezident Trump efendim bu qitim salomatligi aksi kelib, o'zini bir qur o'ngishib olib, Xitoy hukumatining qandaq adibini beradigan, Xitoy davlatidan qandaq imtihon oladigan harakatlarini cho'qim ilib bordi deb qaraydi ekan. Hem de Demokratiya partiyasimi prezident Trump efendimni qattiq iyiblaydigan sharoitda turib yetibdi. Sebebi prezident Trump efendim 2-3 kunning oldida Amerikaning bosh sotchisini tayinlash yig'inida Oqsaroy oldiga 200 dan ortiq hukumat arboblarini taklif qilib, bosh sotchini tayinlash yig'ini ochgan vaqtida yig'inga qatnashgan asosan yig'in vakillari maska qadimabdi va shu yig'indan keyin 6-7 hukumat xodimlari Xitoy virusidan yuqumlanibdi. Oxirida hatto o'zigimi Xitoy virusi yuqibdi. Mana bu ishni bana qilib turib, prezident Trump boshchiligidagi Oqsaroy hukumati Xitoy virusidan mudofaa ko'rish xizmatlarini yaxshi o'rindamagan deb hujum qilishi aniq ekan. Shunga prezident Trump efendim bunday hujumning oldini olish uchun yaxshi yangi tadbirlarni o'rindamasa bo'lmaydi ekan. Prezident Trump efendim çoğum Xitoyga qarta qattiq tadbir ve keskin tadbirlarni yo'lga qo'yib, Xitoyning adibini beradigan cho'ng ishni paydo qilmasa bo'lmaydi ekan. Chunki bu virus Xitoydan tarqalganligi aniq ekan. Buning uchun bu qitim prezident Trump efendim Xitoy davlatiga nisbatan qattiq chora tadbirlarni yo'lga qo'yib, Xitoy hukumatidan imtihon oladigan ve Xitoy hukumatining adibini beradigan chora tadbirlarni qo'llandi ekan. Endi qattiq chora tadbirlar qaysi deganda Amerika davlati Xitoy davlatidan butunlay munosabatni uzib etishgan yoki bo'lmasa Xitoy davlatiga urush ichish ehtimoli bor ekan. Undan boshqa tunugun Amerika ko'chmanlar idorasi ko'chmanlarni qabul qilish yangi bir belgilamani chiqaribdi. Xitoy davlatining har qanday partiya a'zosi, ya'ni Amerika sirtida turib, Amerika davlatiga ko'chman bo'lib kelmoqchi bo'lgan har qanday Xitoy Kommunist partiya a'zosini qat'iy rad qiladi ekan. Agar Amerikaga ko'chib kelib bo'lib, yeşil kart elishni saqlayotgan bo'lsa, bunda Kommunist partiya a'zolariga qat'iy yeşil kart berilmaydi ekan. Mana bu tadbir orqali Xitoy Kommunist partiyasiga a'zo bo'lgan har qanday odamni dunyoning axlatxonasiga tashlaydi ekan. Hatto Xitoy Kommunist partiya a'zolarini o'lib qolgan ishning o'lkiga o'xshatadi ekan. Ya'ni bunday ilib aytganda Xitoy Kommunist partiya a'zosini jinoyatchilar deb qaraydi ekan. Amerika ko'chmanlar idorasi tunugun 10-oyning 2-kuni bu yangi uqtirishini e'lon qildi. Amerika hukumati bundan keyin Xitoyga qarshi amaliy harakat bilan yangi bir to'lqin qo'zg'aydi ekan. Qisqa xabarimiz tugadi. Hammalarning qimmatli vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.